Mana hozir qayerga ketyapmiz deb sizlarga qayerga ketayotganimizni ham o'zimiz ham bilmadik. Adam bizni zo'r joyga mashinada olib ketyaptilar deb o'yladik va biz mehmonxonaga yetib keldik. Sizlarga chiroyli rasmlar, u yerda bizni Nurmuhammad akam kutib turgan ekanlar. Ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim va bizning ichkariga taklif qildilar. U yerga kirib ne ko'z bilan qaray, bizni Ibrohim akam kutib turgan ekanlar. Ibrohim akam o'qishlarim haqida so'radilar va keyingi rejalarimni so'radilar. Bu yerda Farangizxon Nurmuhammad akamdan mikrofonni olmoqchi. Ibrohim akam Farangiz haqida ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Kutilmaganda menga sovg'a borligini aytishdi. Nima sovg'a ekan deb o'ylasam, kattaon yozuv tushirilgan kumush knopka taqdim etdilar. Bu sovg'ani olganimni juda ham xursandman. Mendan ham ko'proq singlim xursand bo'ldi. Ibrohim akam kelgusida menga omadlar tiladilar. So'ngra suratlarga tushib oldik. Ochiq ko'ngil Ibrohim akam super finalchi bo'lganim bilan tabrikladilar. Bu yerda FTV'ga intervyu berdim, chiqqanda ko'rib olasizlar. Va Nurmuhammad akam bilan suratlarga tushib oldik. Shu bilan men juda ham xursandman. Endi menda ham kumush knopkam bor. Tabriklaringizni kommentariyada kutib qolaman. Xayr.